Navbatdagi o'rnatib jarayonimiz Namangan viloyati 3 tumandagi kattagina xolodilnikimizga mana avtomatga darvozani o'rnatib berdik. Darvozamiz eniga 2.70, bo'yiga 3 metrlik qilib, o'ziga xos uslubda o'rnatib berganmiz. Bu ushbu skalatimizdagi mas'ul xodimga mana pultini topshiryapmiz. Aka, qullab olsin. Shu bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga ikki og'iz fikringiz. Qattiq gapirasiz. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Men Shukurullo avtomatika o'rnatishini kanaliga kuzatib borardim. Bizga ma'qul keldi. Keyin o'rnatishni, mana chiroyli tarzda o'rnatishni ishlashingiz ham zo'r. Sizlarga ham shuni o'rnatishni tavsiya qilamiz. Ishlari zo'r. Xudo xohlasa bizga yoqdi. Sizlar o'rnatinglar, qulay o'rnatib berishadi. Qullab olsin aka. Charchamayman. Sizga shunaqa sifatli avtomatika darvozalar kerak bo'lsa yoki narx-navolar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Shukurullo avtomatika darvozaga murojaat qilishingiz mumkin yoki ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.